Hammaga salom do'stlar. Mana sizlar bilan bugun yana Habibulloh. Bizning o'yinimiz hali hamma o'ynayotgan Skores kompyuter klaviaturasidagi o'yin. Hozir biza bu videomiz 10 minutlik bo'ladi. Sizlardan like va obuna bosib istab olamiz. Hozir o'lib qoldimi? Qani o'ldimmi? Qani alaqal yuzimiz tezlashdi. Yana 115 ta qilamiz ekan. Bundan 100 dedi. Hozir 115 ta qilsak, bu o'yinda kamlar o'ynayapman. Hozir u gapirmayman chunki u boshqa anaqada, men boshqadamanda. Hozir nima bular? Bo'lib shunday. Hozir biz buni to'ldirganimizdan keyin 205 va hozir publistik etap o'xshatmas ekan bolalar. Hozir publistik etapda Robux berishiga ekan, bizda Robux yo'q. Xudo xolasa yaqinda bo'ladi. Robux olamiz bolalar. Ana yo hozir anaqa emas. Necha kerak aytmasa bu shu olmaydi bizga. Tezayu. Vay, tepol. Buni o'tgandan keyin siz anaqa qilib qo'yish kerak ekan, chunki bizda hozir tezligimiz bo'lmaydi. Shuning uchun shuni o'tibla boshqa qaytib qo'yish kerak ekan. Vay. Endi yetib borganimda mana bu bo'lyapti. Nima u? Bo'lmay chekli. Qani hop. Hop. Nima bu sakalmayapti bolalar? Shuni tushunmayapman. Nima bolalar? Tezroq anaqa qilishga 15 mingda. Nima bu deyapti bular? Ya bo'lsatmas. Hozir bolalar bizda hozir chiqib ketib qoldi. Hozir yana kiryapmiz bolalar. Hozirga anaqamizda ketator deganda Skores Победа va kompyuterskiy klaviatura. Biz do'stimizga, ukamizga yozamiz bolalar. Qayta yozasiz. Mayli. U yozish shart emas. Oddiy yozib o'ynayman deganga men ashnali yozaman. Hozir bizning videomiz yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Like va obuna qo'yinglar iltimos sizlardan. Hozir 50 ta obuna chiqsak, Steam yoqaman men bolalar. Ashunga Steam yoqsa, har kun bitta Steam bo'ladi. Obunasi bilan o'ynashim mumkin-da bolalar. Shuni kim qancha obunasi bo'lgan bo'lsa, oldindan nechta obunasi bo'lgan bo'lsa, ashunga bir kunga 3 ta videolarni tashib odam bilan, keyin Steam qilam tashib bola bilan. Bu Steamlarimiz bitta Robloxdan emas, ham Minecraftdan ham bo'ladi. Biz Minecraftda live qilamiz, yashaymiz. Nima bo'ladi? Jonli yashab ko'ramiz 100 kun. 100 kun emasmi endi? Minecraftni tugatib ko'ramiz 1,5 soat ichida. Agar eplolmasak, sizlar bizga obuna bo'lsanglar, agar eplolmasak, obuna bo'lsangiz, like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlardan iltimos 50 ta like qilinglar. Buni 20 ta like qilsanglar, buni ikkinchi qismini olamiz bolalar. Sizlardan iltimos 20 ta obuna chiqib qo'yinglar, 50 ta obuna chiqib qo'yinglar menga. Sizlardan iltimos so'rayman. Hozir ketyapmiz. 201 yana bitta o'naqa ketyapti. Bo'lyapti-da, endi men u o'lib qolyapman. Bizga bittasi kerak bo'lyapti xolos. Voy bo'pti, nima u chiqdi. Hop. Mashina bolalar, mashina tushib ketyapti. Sizlarga maslahat beraman, shu o'yin yangi chiqdi. Shu video xudo xolasa 20 ta like yig'sa, shu videoni ikkinchi anaqasini olamiz.
Men ukam bilan ko'p video olyapman. Büyük katta ekan. Ashuncha o'tolmayapmiz ekan biz. Bolalar hozircha videomiz zo'r ketyapti. Hozircha sizlar bilan videomiz menimcha 7 minut bo'lib qolgan. Shu videoda 10 minutcha qilib turib, keyin tugataman. Yo 10 minut yo 14 minut bo'ladi. Videomiz umuman internet ishlamayapti. Yomon qatyapti. Qayla. Mayda bitta shark borda, ikkita shark berish mumkin mana u. Aslida 3 ta papet deyapti. Bizda hozir 2 ta papet. Mana mayda turgan. Cheki chaptamay turgan rojdeniyani olib turgan bitta anaqa bor. Asli tepasida turibdi. Kubik turibdi. Aslidan 3 ta qilsak, keyin u 2 ta shark bo'ladi. Bundan 2 ta shark qilishimiz mumkin. Hozir bizda bitta-yu. U 2 ta bo'ladi endi. Agar asli bo'lsa, o'yinni bilmaydiganlar uchun o'ynab maslahat beraman. Bu vashshe zo'r o'yin ekan. Men ham birinchi marta o'ynasam. Endi bunda 15 ta papet. Ham bu bolalar tezlanganda, ham tezlashgan. Voy, yana o'lib qoldim. Hozircha bolalar bizning videomiz 8 minut bo'lib qoldi. Hozir bu videoda yana 2 minut o'ynab tugatamiz bolalar, chunki sizlar uni ko'rmaysizlar. Sizlarga iltimos ko'p prosmotr ko'ringlar. Ham ko'p video bo'lsa hech kim uni ko'rmayapti-da bolalar. Yana o'lib qoldim. Buncha o'lib qolyapman. Sal harakat qilish kerak. O ana. O'tgacha ularga nima qilib? Nima olib bilmadim buni. Hozir